Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 23-mart. Yo'q, bismillah. Adlerskiy va Andijon Qoratovuq jo'jalari mana yaqindan to'xtatib olamiz mana. Marjonlarga e'tibor beramiz do'stlar. Mana qop-qora bo'lib kelyapti. Mashalloh deb qo'yasizlar. Mana Andijon Qoratovuq jo'jalari mana. Adlerskiy ikkalasi ham 1,5 oylik do'stlar, lekin Adlerskiy gavdasi kattaroq mana. E'tibor bersanglar mana. Mana makiyam bo'lmasa, ham xo'roz. Adlerskiy gavdasi kattaroq, ota-onalari ham kattaroq-ku buni. Tak. Adlerskiy jo'jalarimiz 1,5 oylik, hamma vaksinasi bo'lgan, sog'lom. 45 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki mavjud. Tak. Andijon Qoratovuq jo'jalari 1,5 oylik 35 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki mavjud. Tak. Do'stlar, bularga toza havo juda muhim. Mana derazalarimiz ochiq. Mana ventilyator ishlab turibdi. Ya'ni kislorod kirib, karbonat angleri tashqariga chiqib ketyapti. Ular o'sishiga, ovqat hazm bo'lishiga, sog'lom katta bo'lishiga juda muhim. Dimlab qo'yish kerak emas buni. O'zini o'zi istab deb dimlab qo'yish kerak emas. Mana propanlarimizni ham o'chib mana o'chirib qo'yganmiz. Tak. Do'stlar, tak, dastlabki O'zbekiston bo'ylab mavjud. Kamroq bo'lsa tekadan chiqarib yuboramiz, ko'proq bo'lsa kelishilgan holda o'zimiz olib borib beramiz. Kelishilgan holda dastlabkilar pullik. Manzilimiz Samarqand viloyat, Payariq tuman. Dastlabki eng kamida 30 ta do'stlar, 5 ta 10 ta qilib beramiz, 5 ta 10 ta o'zlaringiz olib ketishlaringiz mumkin. Tak. 3000 ta Andijon Qoratovuq bor, 1000 ta Adlerskiy bor. Bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin mana. O'ynab, kulib, mazza qilib yurishdi. Juda ham sog'lom, masalloh deb qo'yasizlar, juda ham sog'lom. Bahorda bular yaxshi katta bo'ladi, yozga qaraganda. Sababini qilib qarasa, uncha-munchaga kasal bo'lib qolmaydi. Tak, nomerlar qoldiramiz do'stlar, bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Bismillah. Kimga nechta kerak bo'lsa, kamida 30 ta bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastlabki qo'ramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.